Yaxshimi do'stlar, bugun shu Gango qirin qo'rish darsini olib keldim. Qirinning qo'rish usullaridan bir necha xil usullar bor. Mana qurg'oq qo'rilgan bir darsligi shunchalik puroqliq, sifatli chiqdi. Buning ketarlik materiallar qirin, bosh piyaz, ko'k qizil laza, shao minjo, shao so'nga. Shuni ko'rsatilgandek tayyor qilsam bo'ldi. Qozonga may esib, mayni qizitmagan asosda bo'sh, qizilgan asosda shu ko'k qizil laza qirinlarni bir mayda yumshoq bir o'tkazib olamiz. Qurg'oq qilayotmaymiz. İnegina, mana qirin pishib bo'lgan qirin do'stlar. Maydan bir o'tkazayotgandan keyin buningga qozonni quruq holatga azar kauchin, samsaq sinjang, so'ng piyaz, kaskanlar silib, biroz qo'rib buning purqi chiqqanda azroq malayu, gangojang mesela biraz qoraymiz. Film sel uzun tafsil darsini olib keldim. Mumkin bo'lsa bir tal yurak bir boshqalar finshan qilib yulduz belgisini saqlayman. Biraz qo'rgandan keyin buningga xonfixon yoki xasan sasanlarda qurishlardan tuz, vijin, jijin, oqmoch, azroq zira az miqdorda selvatgandan keyin buningga davomli biraz qo'rib mushu malayu, azroq xungyu, shangyo selib yani davomli qo'raymiz. Undan boshqa mush changal lapiza, atgan lazjan yog'moch, mushta qurishlarga ehtiyojing bo'lsa bosh betga serqar va bundan setib olsanlar bo'ldi. Saqlash muddat 2 yil chiqadi lazjanning. Shu aşxanalarda, öylərdə, ailədə işlətişə tamamen buldu. Nəhayət muvafiq bahasımı serqarını setib olsanlar bo'ldi. Ondan boshqa shu gangojang, chawmin finjang, dapenji do'stga ehtiyojing bo'lsa bosh betga telefon orqali aloqalashsanlar bo'ldi. Krasni ko'tarib sepirmiz. 记得点赞关注哦。